Arzimagan pul evaziga sahrdan qutulmoqchimisiz? Unda like bosib, izohlarga fikringizni yozib turing. Sahar borligi videoni joylashtirib turing, men sizga batafsil tushuntiraman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz xizmatimizdan foydalangan akamiz kelibdilar. Hop. Aka, nima xizmat? Shaharga rojdorlik-ku, anaqa ildizga dedik. Tavsiyangizni eshitib kelgansiz, a? Ha, tavsiyangiz. Xo'p. Okajonlar, opajonlar, rivoj tomiri bu. Nima qilinadi? Buni biz ko'z oldida maydalab beramiz. Har kuni bir osh qoshig'ini yarim litr suvga aralashtirib, kun davomida ichib yurasiz va sizga bitta shart qo'yiladi. Rivoj tomirini ichishni boshlashdan avval bitta sahringizni o'lchab olasiz, keyinchalik davomiylik bilan o'lchab borasiz. Qanaqa zo'r effektligini ana shu narsa sizga isbotlab beradi. Chunki biz har qancha gapirsak ham shuncha kam. Buni siz o'zingiz bahosini berasiz. Sahri bilan kasallanib turgan insonlarni atmetga qilib ketinglar kommentariyalarda. Salomat bo'linglar, xizmat bo'lsa aloqaga chiqamiz.